Qadisiya urushi. Uzayb urushidan keyin Said ibn Abu Waqqas qo'shinlarni to'plab yo'lini davomlashtirdi va nihoyat Qadisiyaga yetib bordi. Bu yerda bir oy saqlagan bo'lsa-mu, parislardan hech qanday tevish chiqmadi. Pat-pat u yoq bu yoqlarga avatgan kichik qo'shinlar g'animatlar bilan qaytib keldi. Bu ishdan parislar va ularning ittifoqdoshi bo'lgan ba'zi qabilalar bezor bo'lishga boshladi. Va ahvoldan imperatorlari Yazdigirtni xabarlantirib, agar yordamchi qo'shin avatib o'zlarini qo'g'dimasa, hamma nimalari bilan musulmonlarga taslim bo'lishga majbur bo'ladiganligini yoki ular bilan ahdnoma tuzadiganligini bildirdi. Mana bu Yazdigirtning bosh qo'mondan Rustamni nihoyat zo'r qo'shin bilan musulmonlarning ustiga avatishga sabab bo'ldi. Garchi Rustam Yazdigirtga iltimos sunib, uning o'zini bu vazifadan elib tashlashini talab qilgan va uningga musulmonlarga birli qo'shin avatishning to'g'ri bo'lmaydiganligini, aksicha musulmonlarni yengish uchun orqa-orqadan qo'shin avatish kerakligini tushuntirgan bo'lsa-mu, imperator uning so'zlariga pisand qilmay, uni urushga tayyorlangan 120 ming kishilik qo'shinga qo'mondan bo'lishga zo'rladi va uning keynidan yana shunchalik qo'shin avatadiganligiga va'da berdi. Rustam qo'shinni boshlab yo'lga chiqdi va Sabat degan yerga qarorgoh qurdi. Bu kunlarda Iroqdagi musulmonlar qo'shinining qo'mondoni Said xalifani yuz berayotgan ishlardan har kuni degidek xabardor qilib turdi. Rustam qo'shini bilan musulmonlarga yaqinlab keldi. Said qo'shinidagi nopuzliq kishilardan bir hay'at qurib, Rustamni musulmon bo'lishga da'vat qilib beqish uchun avatdi. Bu hay'atning ichida Nu'man ibn Muqarrin, Mughira ibn Shu'ba, Al-Ash'as ibn Qays, Furat ibn Habban, Utard ibn Hajib, Anzala ibn Ar-Rabi' va Amir ibn Madi yakrab qatorliqlar bor edi. Rustam musulmonlar hay'atini qabul qildi va ular oldiga kelganda, "Bu yerga nima maqsad bilan keldinglar?" deb so'radi. Musulmonlarning uning iymon etishidan umidi bo'lmag'achqa, "Biz Allohning bizga va'da qilganini amalga oshirish uchun keldik. Davlatinglarni ishg'ol qilamiz. Bola-chaqanglarni asirga olamiz. Mol boyliqinglarni musodir qilamiz. Buni cho'qim qilamiz", deb javob berdi. Rustam qo'shinini bu yerga elib kelishdan burun Saidning Qadisiyadan chekinishini umid qilib, Madainda 4 oy kutgan edi. Chunki musulmonlarning urushga mohirligi va fidokorligini, tartib intizomchanligini va axloqiy fazilatlarini bilib turg'achqa, ulardan bakmu xavfsirab turadi va musulmonlarning cho'qim g'alaba qozonganligiga shaksiz ishonadi. Musulmonlar hay'atining tahdidlik bu so'zlari uni va yenidagi qo'mondonlarni texmo cho'chitib, tizlarini titirtirdi. Ikki qo'shin bir-biriga udul kelib, oxirgi tayyorliklarni elib berayotgan vaqtda Rustam Said ibn Abu Waqqasga elchi yo'llab, uningdan o'zining savollariga javob beraligidek darajada bilimlik birini avatishini talab qildi. Said uningga Mughira ibn Shu'bani avatdi. Rustam Mughiraga, "Menga qaranglar. Sizlar bizning qo'shinimizsizlar. Ayni vaqtda biz sizlarga ko'p yaxshilik qilgan va sizlarni boshqalarning hujumidan qo'g'digan edik. Unda qilmay qaytib ketinglar. Sizlarning davlatimizga kirib tijorat bilan shug'ullanishinglarni hargiz to'simaymiz", dedi. Bu so'zlarni anglagan Mughira uningga mundaq dedi: "Bizning asli maqsadimiz dunyo tirikchiligi emas, balki barliq o'y-xiyollarimiz Allohning roziligiga nail bo'lish va mangulik oxirat hayotiga erishishdan iborat. Sana bir narsani eskartib qo'yayki, Alloh bizga bir elchi avatdi va uningga mundaq dedi: "Men sana iymon etganlarni dinimga qarshi chiqqanlarning ustiga avatiman va bular orqali ulardan o'ch olaman. Musulmonlarga menga ishonib, shariatimga mahkam esilsalar, har doim zafar va g'alaba ato qilaman. Biz iymon etgan bu din haqdir. Kimki bu dindan yuz o'rsa yoki qabul qilmasa, Alloh uni cho'qim rasvo qiladi. Agar kim uningga mahkam esilsa, cho'qim ulug' va aziz bo'ladi." Bu dinga qiziqib qolgan Rustam Mughiradan, "Bu dininglar qandoq din?" deb so'radi. Mughira uningga islomni tushuntirishga boshladi. Bu dinning asosiy prinsiplariga kelsak, bu prinsip bo'lmay turib, boshqa narsa to'g'ri bo'lmaydi. Hammadan avval Allohning ibodatga loyiq birdan-bir iloh ekanligiga,
Hazreti Muhammad alayhissalomning Allohning bandasi va elchisi ekanligiga va Allah onunğa tushirgan barliq haqiqatlarga ishonish va iymon etishdir deb javob berdi. Rustam shundaqmi deb o'zining hayronligini ifodaladi. Ondan buningdan boshqa yana nimalar bor deb so'radi. Mughira so'zini mundaq davomlashtirdi. İnsonni insonga qul bo'lishdan qutuldirib, yolg'iz Allohga bo'yin egadigan qilish. Uni inson sharifiga loyiq martabaga chiqarish. Buni anglagan Rustam texim hayron bo'ldi va Mughiraning so'zini davomlashtirishni o'tindi. Mughira, "Menga qaranglar. Barliq insonlar odam otining bolalari. Ya'ni aslida hammanglar bir-birimizga qarindosh bo'lib, bir ota va bir onadan ko'paydik", dedi. Rustam Mughiraning bu so'zlaridan shundoq ta'sirlandiki va xushal bo'ldiki, Mughiraning so'zini kesib mundaq dedi. "Undaqda biz musulmon bo'lsak, biz bilan urushmay o'z yurtinglarga qaytamsizlar?" deb so'radi. Mughira, "Ha, qasam qilib beramanki, agar shundoq qilsanglar, biz qaytib ketamiz va tijoratga o'xshash qonunliq ishlarni qilishdan boshqa hech qanday maqsad bilan zamininglarga qadam bosmaymiz", dedi. Rustam, "Undaqda bak yaxshi", dedi. Bu suhbatdan keyin Rustam va uning qo'l ostidagilari texmo tushkunlashib, o'zlariga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotib qo'ydi. Ular musulmonlarning qachonli bo'lmasin cho'qim g'alaba qiladiganligiga mutlaq ishongan edi. Uning ustiga ko'ngillari bu yangi dinga mohil bo'lishga boshladi. Darvaqa Rustam o'zining musulmon bo'lmoqchi bo'lganini yenidagilarga aytishdan muyanmadi. Ammo ular Rustamga qattiq qarshilik bildirdi. Alloh taolomo ularning tegishli jazosini berdi. Rustam va Paris hukumati bu qatim saltanat va dabdaba qilib, musulmonlarning ko'zini bo'yash va ularni hayron qoldirish orqali o'zlariga qoyil qilish maqsadida Rustamning chidirini oltin jiyaklik yipak to'qilmalar bilan qopladi va unchi marvoyat, yoqut va boshqa qimmatli toshlar bilan bezab, chidirni xuddi zinnat buyumlari bilan liq to'lgan hashamatlik saroyga o'xshatib qo'ydi. Rustam oltindan yasalgan taxtga chiqib o'ltirdi. Beshida nihoyat qimmatbaholiq toj bor edi. U Said ibn Abu Waqqasga xabar yo'llab, yangidan bir elchi avatishni talab qildi. Said bu qatim Rabi ibn Amirni avatdi. Islom qo'shinining bu elchisi ko'na va tizilib ketgan kiyim kiygan, qo'lida nihoyat oddiy qurol tutgan va bakmu vijik bir otga mingan holda Rustamning chidirining oldiga yetib keldi. U chidirining sirtig'iga silingan yipak gilamlarni chaylagan peti kelib, chidirining oldida otliq tushdi va yipak gilamdan birini yirtib etini bog'ladi. Ondan qo'lida qurolini tutgan peti Rustamning hujrasiga qarab mangdi. Muhofizachilar uning oldini to'sib, "Qurolingni bu yerga qo'yib mang" deydi. Ammo u, "Men sizlarga o'zim xolab ziyorat qilg'ili kelmadim. Balki da'vatinglar bilan keldim. Undaq bo'lgan ekan, oldimdan chekinib Rustam bilan ko'rishtiringlar. Agar undaq qilmasanglar, mushu yerdan qaytib ketaman" deb keskin javob berdi. Muhofizachilar uning so'zlarini Rustamga yetkazdi. Rustam ilojisiz "Qo'yib beringlar, kelsin" deb amr berdi. Elchi Rabi ibn Amir hosi o'rnini tutib olgan nayzisining uchi bilan yipak gilamlarga sanjigan peti Rustamga yaqinlashdi. Rustam uningdan "Sizlar nima uchun bizga hujum qilmoqchi bo'lyapsizlar? Buning asli sababi nima?" deb so'radi. Rabi Rustamga "Alloh taolo insonlarni qulga qul bo'lishdan bir o'ziga qulluq qilishni, dunyoning xor zabulliqidan ozod bo'lib, rohat va xotirjam hayotga erishishini, botil din va e'tiqodlarning jafo zulmlaridan qutulib, islomning haq adolati bilan muomala qilishni xohlaydigan kishilarga yetakchilik qilish va ularga yordam berish uchun bizni avatdi. Alloh taolo haq dinni yeyishimizni buyurdi. Biz shunga xalqlarni haq dinga da'vat qilyapmiz. Kim da'vatni qabul qilsa, biz uningdan rozi bo'lib, o'z yurtimizga qaytamiz. Agar kim rad qilsa, Alloh taolo bizga va'da qilgan mukofotga erishganga qadar uning bilan urushimiz", dedi. Rabi'ning bu so'zini anglagan Paris qo'mondonlik hay'ati uningdan "Sen deb o'tgan mukofot nima?" deb so'radi. Rabi' "Da'vatimizni rad qilganlarga qarshi urush yo'lida shahid bo'lganlar boradigan jannat va hayot qolganlar erishadigan zafardir" deb javob berdi. Shuning bilan Rustam uningga
aytganlaringning hammasini tushundim. Ham sizlar ham biz bu masalani qayta bir o'ylanib ko'rish uchun bizga ozroq muhlat beramsizlar, deb so'radi. Rabi, albatta, necha kunlik muhlat talab qilsizlar? 1 kunmi, 2 kunmi? dedi. Rustam, yo'q, bu ish mundaq oson hal bo'lmaydi. Bu ishni bir taraf qilish uchun davlat arkonlariga xabar yo'llab, ularning maslahatini elishimiz lozim. Shunga xeyli uzun vaqt muhlat berishinglar kerak, dedi. Ammo Rabi bekmu keskin va jiddiy qiyofatda bo'lmaydi. Payg'ambarimiz bizga dushman qo'shini bilan qarama-qarshi kelgan vaqtda 3 kundan ortiq muhlat bermaslikni buyurgan. Bu muhlat ichida yaxshiroq o'ylanib musulmon bo'lish, jizya to'lash yoki urushishdan birini tanlab qaroringni bizga yetkazgin, dedi. Rustam nima qilarini bilolmay qolgan edi. U Rabi'ga "Sen ularning bosh qo'mondonimi?" deb so'radi. Rabi: "Yo'q, ammo musulmonlar bir vujudga o'xshaydi. Oramizdagi oddiy bir kishiningmi musulmonlar nomida panohlik tilganlarni qabul qilish salohiyati bor", deb uni texmo kamsitishga boshladi. Shuning bilan Rustam o'z qo'l ostidagi qo'mondonlarni bir yerga yig'ib, ularga "Sizlar hayotinglarda bu odamning so'zidanmi esil, ma'nilik va afzal so'zni anglab baqdinglarmi?" deb so'radi. Atrofidagilar uningga qarshilik bildirib, "Sen o'z diningni tashlab, bu itning so'zlariga ishonmoqchi bo'layotsan? Shuning turqiga bir qarab biqib gap qilsang bo'lmamdi. Yoki sen uni odam qatorida ko'ryapsan?" deb Rustamni ogohlantirishdi. Ammo Rustam ularga mundoq dedi: "Uning turqi bilan sizlarning nima koringlar? Sizlar aslida ularning fikriga, so'zlariga va axloqiga o'ptaroq sapsilinglar. Sizlarga shuni aytib qo'yayki, arablar kiyim-kechak va yemak-ichmakka emas, balki nasabiga va durustligiga bakrak ahamiyat beradi. Parislar qiyin ahvolda qolganligi uchun har doim vaqt o'tishga tirishadi. Darvaqa atsi yana musulmonlarga xabar yo'llab, yana bir elchi talab qildi. Ular bu orqali musulmonlardan boshqa kishilar bilan ko'rishib, ular haqida texmo ko'p tushuncha hosil qilish va ularning hammasining o'xshash e'tiqod, fikr va qarorga ega yoki ega emasligini bilish. Bu jarayonda biror yo'chiq chiqib qolsa, shu fursatdan foydalanishga tirishadi. Said ibn Abu Waqqas bu qatim Huzayfa ibn Mihsonni avatdi. U Rabi'ning taktikasi bilan o'z fikrini bayon qilib qaytib ketdi. Elchi talabi 3-kuni yana bir qatim takrorlandi. Said Mughira ibn Shu'bani avatdi. Rustam bakmi chorasiz bo'lg'achqa bu qatim eg'izini buzib Mughiraga mundoq bir o'rinsiz gap qildi. "Sizlarning bizning zamonimizga kelishinglarni asalni yiroqdan ko'rib, uningga yiqilisha olmagan hariga o'xshatiman. U hara shuncha ochko'zki, o'zini u hasalga yetkazib qo'yganlarga 2 dirham bermoqchi bo'ladi. Ammo hasalning ustiga qo'nishi bilan ichiga petib qilib chiqolmaydi. O'zini bu yerdan chiqarib qo'yadigan birini har qancha kutsimi hech kim kelmaydi. Bu qatim o'zini kim qutuldirib qo'ysa, uningga 4 dirham beradiganligini aytdi. Lekin yana hech kimni topolmaydi. Men sizlarni yana o'zim o'g'irlash uchun boqqa kirib, o'rakka mo'kinib olgan uruq tulkiga o'xshataman." Bog' egisi uning iskatsiz turqiga qarab ich og'ritdi va uningga chiqilmaydi. Tulka bog' egisining bu marhamatidan foydalanib, üzümni xohlagancha yeyaveradi va borgansiri semirib, bog'ni vayron qilishga boshlaydi. Shuning bilan bog' egisining pozitsiyasi o'zgarib, odamlar bilan uni bog'dan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ladi. Ammo tulka bakmi semirib ketgachga uni o'rakdan chiqara olmaydi va uyan o'ylab, buyan o'ylab tulkini shu o'rakda o'ltirishni muvaffaq ko'radi. "Sizlarmi zaminimizdan ana shunda qo'g'ilmisizlar?" Rustam bu so'zlardan keyin texmo haddidan eshib shu ahmoqona so'zni qildi. "Qo'yashga qasam qilamanki, ata hammanglarning adamini beraman." Musulmonlar qo'shunining elchisi Mughira nihoyat ig'ir besiqlik bilan "Qani ko'rarmiz", dedi. Rustam o'zicha Mughiraning to'mirini tutib beqish maqsadida "Men sizlarga biror qurdan kiyim, qo'mondoninglarga bir qur kiyim, 1000 dinar pul va bir uloq hadiya qilay. Senchi qandoq bo'lar? Sizlar hadiyalarimni elib ko'zimdan yo'qolsanglar bo'lmamdi", deb taklif berdi. Mughiraning faqatla chidag'uvchiligi qolmagan edi. U Rustamga "Menga qara.
bizning sizlarning zimininglarga besib kirib, shon sharpinglarni yer bilan yakson qilishimizni, davlatinglarni bu beshidan u beshigacha besib kirgan vaqtimizda sizlar bo'yninglarni qisqan peti bizga jizya to'lashga majbur bo'lishinglarni bakmu yiroq deb o'ylamsan. Shunisi haqiqatki, hammanglar bo'yninglarni pukib bizga qul bo'lsizlar. Mughira qarorgohga qaytdi. Urush qilish qarori ilindi. Ammo bosh qo'mondan Said og'rib yetib qolgan bo'lib, otqa mingudak holi yo'q edi. Shunga qo'shinning qo'mondonligiga Xolid ibn Arrafani tayinladi. O'zimi yotgan yerida ta'limot va amir berishga tirishdi. Jarir ibn Abdullah al-Bujali qo'shinning o'ng qantiga, Qays ibn Maqshu sol qanatiga mas'ul bo'ldi. Said qo'shinga imom bo'lib, namoz o'qigandan keyin urush to'g'risida xitob qilib, ularni jasoratlantirdi. Urush boshlandi va kun kech bo'lguncha davomlashdi. Ertasi sahardan boshlab urush qayta boshlandi va u da 3 kungacha davomlashdi. 4-kuni Paris qo'shinining pillari musulmonlarni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Chunki musulmonlarning otlari bu pillardan qattiq urkigachga sab buzilib, taktika ishga yarmayotdi. Shunga sahobalar avval pillarni o'ltirishni planladi va bir hujum bilan hamma pilni teltukis qirib tashladi. Bu urush jarayonida qo'mondonlardan Jarir ibn Abdullah al-Bujali, Ka'ka ibn Amir, Tulayhatul Asadi, Amir ibn Madi Yakrab, Xolid ibn Arafa va Dirar ibn al-Haktab bakmu xatarlik minutlarni beshidan o'tkazdi. Chunki ular o'z hayotini qilchi o'ylashmay pillarga hujum qiladi. Ko'zlarini uyib, bo'g'risiga kirgizatdi. Shuning bilan pillar har tarafga pitirab ketishga boshlaydi. Va ustidagi boshqurg'uvchilarga bo'yin bermagachga musulmonlar tarafidan boshqurg'uvchilar bilan billa chepib tashlanadi. Qadisiya deb atalgan bu maydonda yuz bergan Paris va musulmonlar urushining 4-kuni, ya'ni Hijriyaning 14-yili Muharram oyining 14 dushanba kuni tush vaqtida Paris qo'shinining qarorgohi tarafda chidirlarni uchirtib ketgudek darajada qattiq bo'ron chiqishga boshladi. Paris qo'shinining saplari buzilib, hammaylan jinini qutuldirish uchun har tarafga qochishdi. Dal shu paytda musulmon qo'mondonlardan Ka'ka ibn Amir at-Tamimi va Xalil ibn al-Qama at-Tamimi bir-biriga moslashib, Paris qo'shinining qo'mondoni Rustamni o'ldirdi. Qaçqan askarlarning peshidan qo'g'lab mangan musulmonlar imperator Yazdigirtning hukmronlik markazi bo'lgan Madain shahriga besib kirdi. Qadisiya maydon urushining 4-kuni 10 ming va qolgan kunlari yana 10 ming bo'lib, jami 20 ming dushman askari o'ldirildi. Bütün urush jarayonida shahid bo'lgan musulmonlarning soni jami 1500 edi. Uningdan boshqa musulmonlar nihoyat ko'p g'animatni qo'lga kirgizdi. Xalifaga zafarning xush xabarlari yetkazildi. Chunki Hazrat Umar bu urushga bakmo ko'ngil bilgachga hamisha xavotirlanib turadi. Hatto Madinada ichi titildab pat-pat shahar sirtiga chiqatdi va o'tgan kechganlardan biror xabar elishga tirishadi. Ayni vaqtda Xolid ibn Valid fatih qilgan Iroqning ba'zi yerlari isyon chiqarib ahdinomaga xiloflik qilgan edi. Ammo musulmonlar Qadisiyada g'alaba qozongandan keyin ular qo'rqib ketib, aslida o'zlarining burunqi ahdinomaga sodiq ekanligini, ammo Parislarning o'zlarini kuchkirtib yo'ldan ezishiga sababchi bo'lganligini o'ttirib qo'ydi va musulmonlardan afu tiladi. Islom qo'shin qo'mondonlari o'z qo'mondonligidagi saplari bilan orqama-orqa tizilib, Zuhra ibn Haviya qo'mondonligida Madainga qarab yo'lga chiqdi. Yo'l ustida Parislarning bir bo'lik askari bilan do'qirishib qilib, ularni mo terib-eran qilibdi. Ularning bir qismi Babilga, yana bir qismi Nihavandga qarab qochdi. Said Babilda bir necha kun turgandan keyin Madainga harakat qildi va yo'l ustida yana bir bo'lik Paris qo'shini bilan uchrashib qilib, ularni mo yengdi. Undan boshqa Sabat degan yerda Yazdigirtga tava ba'zi bidoi atratlar bilan uchrashib qoldi. Ularning oqibati mo burunqilari bilan o'xshash bo'ldi. Mag'lub podshoh Yazdigirt musulmonlarning texmo ishkirlab hujum qilishining oldini to'sish va ozroq bo'lsa-mu kechiktirish maqsadida yo'l ustiga nihoyat yirtqich bir sherni qo'yib berdi. Atrofni sur bostirib, musulmonlarning yuraklarini suv qilib atgan bu yirtqich sherni
palvonlardan Hashim ibn Utba ibn Abu Waqqas o'ltiribdi. U kuni Hijriya 14-yilning oxirlari edi. Teripiran chechilib ketgan Paris qo'shunidan eshib qolgan bidoi atratlar Madain yanidagi Bahri Sayr degan yeziga to'planib, islom qo'shuniga qarshi turmoqchi bo'ldi. Bu yeza Madaindan faqat Dajla daryosi orqaliqla ayrilib turadi. Paris qo'shuni bu yerga yaqin bir joyda talofatga uchragan edi. Ular shu qadar oz ediki, musulmonlar ularning bu yerga to'planib, o'zlaridan mudofaalanishga tirishishiga parvo qilib qo'ymadi va ansirab ketmadi. Parislar Madaindan qochib edi, musulmonlarmi ularga aram bermay, keynidan shahargacha qo'g'lab keldi. Bu atrofga kelish bilan imperator Xisravning oq rangli ko'rkam ordisi ko'rinishga boshladi. Islom qo'shinlari mavsum sababi bilan yalqunjab iqiyotgan Dajla daryosini qilchi ikkilanmay kechib o'tdi. Madainda yangidan to'planib, o'zlarini o'ngshib olishga tirishayotgan Paris qo'shinlari buni ko'rib, ko'p aloqazodi bo'lishga